Rossiyani aytadigan payti keldi. Ha, men bilet sotganman. O'zbekistondan Amerikaga borib 5 ta bilet sotganman. Yo'q, rost aytaman, 5 ta bilet sotdim. 20 mingga yaqin rasxod qilib, shu 2-3 ming dollar topaman deb Amerikaga bordim. Mantiqqa to'g'ri keladimi? Yaxshilab bitta o'zingiz o'ylab ko'ringlar. Birinchidan, ana Rossiyadan tashqarida qolib ketgan bechoralardan boshlaymiz. Nima? Videoda faqat o'zbekistonliklar tashqarida qolib ketdimi? 2-3 ta qayoqdagi o'zbeklar sun'iy ravishda bilet narxini oshirib orar ekanda, Kongoliklar tashqarida nima qilyapti? Ularga ham o'zbeklar bilet sotganmi shunda? Stadionga 71 mingta odam ketar ekan. 68 mingta bilan deyarli to'ldi. Hamma biladi, bilet qancha kam qolgan sari narx-navo shuncha ko'tarilib ketadi. Bu tabiiy holatda oshib ketadi. Amerikada ochiq bozor iqtisodiyotida yashab shuni bilmadinglarmi? Katta mashina minayotgan yillarda iqtisodiyotini ham o'rganib qo'ying yashayotgan mamlakatingizni. Ikkinchidan, sizlar mezbonsizlar, bizda mehmonmiz deyapsizlar. Xuddiki biz Amerikaga borib, sizlarni Amerikaliklarni olib qo'yadigandek. Xo'p, biz mehmonmiz, lekin sizlar nima uchun Amerikada turib, Amerika bo'ladigan o'yinga vataninglarni o'yinini oldindan biletini sotib olmagansizlar? FIFAning rasmiy saytida ham turibdi bilet yil boshidan beri. Fan zonadagi biletlar yangi yil atrofida, demak, ovoza bo'ldi. Men o'zim ham shaxsan reklama qilganman. Kim arzon bilet olmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqinglar, mahalla USAda fan zona uchun biletlar bor degandim. Juda ham arzon edi biletlar. Men o'zim ham Portugaliyaga 260 dollarlik bilet bilan kirganman, 265. Va Kongoniki adashmasam 160. 6 kishilik biletni men pulini oldindan berganman, lekin biletlar mayda oxiri yo iyun oyida tushadi deb aytilgan. Tushishi aniq emas edi. Kim menga murojaat qilgan bo'lsa, men hammaga aytganman, pulini oldindan berasizlar, lekin bilet may-iyun oyida tushadi. Aka birdan berilmaydimi, birdan olib, yo'q aka, shunaqa usloviyasi. Ko'plar risk qilishdan qo'rqdi va biletni olmadi. Biz O'zbekistondan turib olganmiz biletni. Vatan haqida oldindan o'ylash planda yo'qmidi? Uchinchidan, bilet sotishga keladigan bo'lsak, insofsizlar, o'zingizlar menga aloqaga chiqdinglar, bilet bormi deb. Nima ko'chada yo'q ekanmi bilet? Men ko'chada bilet sotib yurganim yo'q edi bo'lmasam. Sizlarning ishinglarni yengil qilgan bo'lsam, maydor bo'lamanmi? Erkakmisizlar o'zi? G'urur bormi? Bilet so'rab telefon qilganinglarni audiosi menda ham bor, lekin men maydalashkim kelmadi. Vizasi chiqmaganlar menga aloqaga chiqdi, biletimni sotib bering deb. Boshqa tomondan bilet kerak deydi. Men ham endi yordam bering deb, yordam beraman deb. O'zimnikidan ham qo'shib sotib yuboraman. Oxirida bir amallab o'zim olarman deb. Oxiriga kelganda o'zim o'g'limga bilet topa olmay qoldim. Bitta akamiz Toshkentdan aloqaga chiqdi. Biletimni sovg'a qilib yuboraman deb. Agarcha maydalashadigan bo'lsam, uni ham spotini ko'rsatib beraman. 5 ta bilet sotganman, 68 ming odam kirgan stadionga. Qanaqa qilib narxi sun'iy ravishda oshirib olgan bo'lishi mumkin? 1000 ta sotgan taqdirda ham men bozorga ta'sir o'tkaza olmayman. Fan klub biletlariga-ku vobshim aloqam yo'q. O'zi umuman fan klubga umuman meni aloqam yo'q. O'tirgan joyimni ham ko'rdinglar. Fan klubga faqat shu tanaffusda borib padeshka uchun qo'shilmagan bo'lsam, boshqa payt o'zimni joyimda o'tirdim. Fan klubni biletini Amerikadan turib olsa ham bo'ladi. Bilasizlar, nimaga olmagansizlar? Bepulga bersangiz bo'lmaydimi biletni deb qo'yishadi. Men nimaga bepulga berishim kerak? Bu nima sizlarga xayriya tadbirimi? Bu futbol pulga olinadi. Katta erkaklarga, fura haydayotgan akalarga men nimaga bepulga berishim kerak? O'zlarini kontentida aytishadi. Men 10 ming topaman, uyida bu uyida deb. G'irb degan odamga men o'zimni biletimni nimaga bepulga berishim kerak? Menga shuni tushuntirib beringlar. Amerikani o'zida o'zbeklarimizni o'zining alohida guruhlari bor ekan. Imini biletlarni oldi sotish bilan shug'ullanadigan. Shulardan ortib menga telefon qilsa, demak ularda qimmatda. Men sizlarga даже azonan sotgan bo'lib qo'ymanmi? Agar bunchalik darajada insofsiz ekaninglarni bilganimda, men sizlarga javob ham bermasdim. Endi futbolka masalasiga keladigan bo'lsak, meni umuman aloqam yo'q, lekin fikr bildirib ketaman. Bepulga ham futbolka tarqatishdi, ko'rdinglar. Akalar, mana tarqatyapti futbolkalarni, mana shu yerga kelasizlar. Mana shu yerga kelasizlar, mana tarqatyapmiz. Lakas Sifati pastroq. O'shaning uchun ham bepul. Endi pulli futbolkaga keladigan bo'lsak, rasmiy saytda 400 ming so'm turibdi. Ya'ni 33 dollar. 33 dollarga olgan odam 40 dollardan 70 dollargacha sotibdi. Bu uni ishi, chunki o'zini puliga olgan, tirikchilik qilyapti u. Lekin sizlar uchun hamma narsa bepul bo'lsa, tayyor bo'lsa-da, sizlarga o'zi shu narsa yoqmadi. Trak haydab yursanglar-da, kimdir sizlarning o'rningizga 1 yil oldin pul to'lab, pulini muzlatib, 1 yildan keyin payti kelgan paytda o'z narxidan sotsa-da sizlarga. Undan tashqari Toshkentdan qiynalib 400 ming so'mdan futbolka olib kelib, 400 ming so'mdan sotsa sizlarga. Insofinglar bormi sizlarda o'zi? Futbolka masalasiga kelamiz. Futbolka masalasi 40 dollardan edi. Men ham eshitganman bu narsani. Kelgandan keyin 90-100 boshqa narxlarga aylanib ketdi. Lekin sizda tanlov bor edi. Qanaqa tanlov? Men masalan nima qildim? Shein, AliExpress degan dasturlar bor, nimaniki? Xitoydagi. Sheinga kirdim. Demak, 5 dollarlik futbolka bor ekan. O'zbekistonda chiroyli yozilgan,
demak, jahon chempionatining kubogi rasmi tushirilgan, mani O'zbekiston muxlisligimni bildirib turadigan futbolka. $5 oldim. Va o'sha bilan borib muxlislik qildim. Hech kimdan kam joyim yo'q edi. Baqirdim, chaqirdim, ichimdagi g'uborimni chiqardim. Ana shu, ya'ni sizda tanlov bor edi. O'sha futbolkani masalan $90 sizga qimmatlik qilyaptimi? Oling, Sheindan O'zbekiston yozilgan. Tamom. Stadionda Kongoning ham futbolkalari xuddi shunaqa sotilgan. Boshqalarniki ham. Noinsoflar o'zingizlar futbolka bormi deb bezor qilib tashladinglar-ku. Oldindan vatanga muxlislik qilishni o'ylamagan bo'lsanglar, menda ham ayb. Futbolkani Amerikadagi o'zbek do'konlaridan ham olsanglar bo'lardi, sotib-yotuvdi. Nimaga ularga chiqib bepulga bermayapsiz demadinglar? Bizda O'zbekistonda mezbonlar mehmonlarni как положено kutib oladi. Vatanparvarliklar qilib mayda-chuyda gaplar bilan emas. Oxirgi gapim. 99% odam yozayotganlarning ichida birontasi o'tdagi vaziyatda bilmaydi. U yoqda bo'lmagan. Hattoki internetdan prosta qiziqish uchun ham biletlarni qidirib ko'rmagan. Ikkita blogerning gapiga quloq solib, meni obro'sizlantiryapsizlar. Sizlarni yetmaydimi? O'zbekni itaradi deb. Adolat haqida menga yana aql o'rgatasizlar. O'zingizlarda adolat qani? Allohning oldida so'rab olaman. Iymoni bor odam bu gapimni serios qabul qiladi. Musulmonni obro'sizlantirish, uni mol-mulkini tortib olishdek harom. Bo'ldi, meni boshqa gapim yo'q. Xayr, salomat bo'linglar.